bir xonaligini ikki tomonlama proyektligini ko'rganmisizlar? Sizlarga o'zi shunaqa proyektli kvartirani ko'rsataman. 42 kvadrat, 4-qavat, 5 qavatlik Qizilg'ishi dom. Territoriyasi Bolgarskiy posyolka, Buxoro shahrimizdan zo'r kvartira chiqqan. Shuni ko'rsatib o'tamiz. Bu tomonda oshxonasi, birinchi xonachasi, bu tomonda asosiy xonasi. Eshiklari qaytagan deb eshiklar iborat ekan. Kattagina xonasi, shkaflari, mebellari, televizor, konsertlar barcha jihozi bilan birga. Derazalarga reshotkagacha qilingan. Uyimizda qizdirish tizimi двухквартирный kata orqali. Bu tomonda esa uyimizni sanuzul qismi stiralkasigacha o'rnatib qo'yilgan. Akkuratli qilib toza saqlangan uy. Hali yashalmagandek saqlangan uyning o'zida. Bu yoqda esa uyimizni keyingi xonachasi qilib qo'yganlar. Detskomta yoki yeb ichib o'tirishga mo'ljallangan xonacha. Bu tomonda esa uyimizning oshxona qismi. Oshxonasi ham akkuratligina muzlatkichlari qoladi. Katyollargacha o'rnatib qo'yilgan holatda. Uyimiz narxini 35.900 dollarga egalari baholab qo'yaptilar. Kelishtirib arzon qilib beriladi. Barcha jihozi bilan birga kvartiramiz ikkilamchi kreditga ham beriladi. Hech qanday soliqlarsiz. Bolgarskiy posyolka 4-qavat, bir xonali kvartiramiz.